9-qism. Qariya so'ng qo'llari bilan boshini changallab, yig'lashda davom etdi. Ammo hech narsa demadi. Qorong'i cho'kkach, boshqa tanlovi qolmagan qariyaning uyiga ikkita chapdast bolani olib kelib, Qariya Sunning ko'chini chiqarishga yordamlashishlarini tayinladi. Ular Qariya Sunni uydan tashqariga olib chiqishdi. Biroq qariya daraxtga tirmashib chiqib oldi va nima qilishmasin, umuman pastga tushmadi. Ikkita yosh yigit uni pastga tushirishga harakat qilishar, ammo qo'llaridan hech narsa kelmagandan keyin raisga qarashdi. Rais qayrilib, shunday deb buyruq berdi. Mayli, ikkalangiz bu yerga keling va uyni yoqinglar. Qo'lida gugurt ushlagan yigitlar uyning tom qismiga chiqib olib, uyga o't qo'yishdi. Ammo tom qismi mog'orlab qolgani va o'tgan kuni yomg'ir yoqqani sababli yonmadi. Tomning olov olishi deyarli imkonsiz edi. Rais, "La'nati, xalq kommunasining olovi bu kulbani yoqa olmayotganiga hayronman", deb takrorlardi. Rais yengini shimarib, bu ishni o'zi qilishga endi tayyorgarlik ko'rayotgan ham ediki, bir kishi unga "Ozroq yog' qo'yib yuboring, kamginasi ham yetadi", deb qoldi. Rais biroz o'ylandi va "Ha, to'g'ri", dedi. "Qanday qilib buni unutdim? Darrov oshxonaga biringiz borib, ozroq yog' olib keling", deb buyurdi. "Men o'zimni hamma vaqt ishlarning beliga tepadigan odam bo'lsam kerak", deb yurardim. Rais ham mendek ekanligini hech o'ylamagan ekanman. Taxminan 100 metrdan kamroq masofada turib, rais va yordamchilarining sifatli yog'ni qamish bostirilgan tomga to'kishini kuzatdim. O'sha yog' bizning nasibamiz edi. Endilikda ularning qo'lidan chang to'zon va tutunga aralashib ketish arafasida turardi. Biz ovqat pishirish uchun ishlatadigan yog'dan ular tomni yoqib yuborish uchun foydalanayotgan edilar. Birdan yuksalgan olov osmon va falakda raqs tushib, kulbaning atrofida tutun burqsiy boshladi. Qariya Sun haliyam daraxtni quchoqlab olgan, ko'zlarini yonib kul bo'layotgan uyidan ayirmasdi. Bechora Qariya Sun uyning kulib ko'kka sovurgunicha qarab turdi. Shundan keyingina ko'z yoshlarini artdi va oqsoqlana u yerdan uzoqlashdi. Uyning atrofidagi tuproq olov sababli qop-qora rangga burkangan edi. Qishloq xalqi uning shunday deyotganini eshitgan ekan. "Qozon tovog'imni tortib olib sindirishdi, uyimni yoqib kul qilishdi. Endi navbat o'lishga keldi chog'i. O'sha kechasi Jashin ikkimiz mijja qoqmay chiqdik. Agarda Jashin fenshuy ustasi janob Vangni tanimaganida, kim bilardi, bizni qayerga jo'natib yuborishgan bo'lardi." O'ylagan sari bu bizning taqdirimiz ekanligiga ishonch hosil qildik. Qariya Sunning uyi kuygandi. Jashin bunga biz sababchimiz deb bilardi. Men ham uning fikriga qo'shildim. Faqat tilim va dilim bir emas edi. Aslida falokat borib unga yopishdi. Uni falokatga biz itardik deb o'ylayotgan bo'lsang, xato qilasan, dedim xotinimga. Temir eritiladigan maydon ko'chirilgan, shaharchadan qozon olib kelingan edi. Temirni ichiga solib eritish maqsadida aslida bitta katta benzin bochkasini olib kelishgandi. Qishloqdagi aksariyat odamlar hali shu kungacha benzin solinadigan bochkani ko'rmagan edi. Ko'rganlar uni g'aroyib narsa bo'lsa kerak deb ajablanib qarashardi. Uning nima ekanligini so'rashdi. Men urush paytida bu bochkalarning ko'pini ko'rgan edim. Bu benzin solish uchun bochka, mashina yonilg'isi solinadigan idish deb o'xshatish qilib tushuntirgan bo'ldim. Rais o'sha idishga bir tushirdi va uning juda kichik ekanligini aytdi. Bochkani sotib olgan odam bundan kattasini topa olmadik dedi. Hozircha har safar bittadan qozonni eritishga majburmiz deb qo'shib qo'ydi. Rais mantiqqa to'g'ri keladigan fikrlarni yaxshi ko'radigan odam edi. Kim aytishi muhim emas. Qulog'iga yoqsa bas. Albatta ishonardi. Yaxshi, to'g'ri fikr. Bitta luqma bilan hech kim semirib qolmaydi. Hozircha bitta qozon eritaylik dedi. Buncha odamning bir joyda to'planib turganini ko'rgan Yuchin qo'lida o't to'la savati bilan oxurga borib, echkilarni to'ydirib kelishni biroz ortga surdi va nima bo'layotganini bilish uchun olomon turgan joyga keldi. Odamlar orasidan yorib o'tib, belimdan ushlab oldi. Kim ekan deb qaradim. Yuchin kelganini ko'rdim. O'g'lim raisga temirni eritayotganda biroz suv qo'shishingiz kerak dedi. Buni eshitib, hamma kulib yubordi. "Suv, bu bola go'sht pishiramiz deb o'yladi shekilli", deyishdi.
Yujin ularning gapini eshitib kuldi va agar shunday qilmasangiz, temir erib ulgurmasidan qozonning tubida teshik paydo qilib qo'yasiz, dedi hozir javoblik bilan. Bu gapni eshitgan rais qoshlarini chimirib menga o'girildi. Fugui, sizning oilangizda kichik olim bor ekan-u, bizning xabarimiz yo'q ekan. Bu bola to'g'ri aytyapti, dedi. O'g'lim qanchalik yomon fikr bildirgan bo'lishiga qaramasdan, rais uni maqtagani menga juda yoqdi. Avvaliga qozonni Qariyasunning uyi o'rniga o'rnatishdi. Qozon parchalari, temir laflar va boshqa temirdan yasalgan buyumlarni bochkaga solib, ustidan suv quyishdi. Keyin bochkaning og'zini taxta bilan yopib qo'yishdi. Shu tarzda temirni erita boshladilar. Suv qaynagani sari bochkaning ustidagi taxtani qimirlata boshladi. Natija o'laroq temir eritish hech ham go'sht pishirishdan farqli uslub bilan amalga oshirilmas ekan. Ikkalasi ham bir xil. Rais kuniga bir necha marta kelib, nazorat qilib ketardi. Har safar qopqoqni ochganida suv bug'idan qo'rqib orqasiga tisarilardi. Jahannamdek issiq deb qo'yardi. Tutun tarqagach, qozonning ichiga taxta tiqib kovlar va temir yumshaganmi yo'qmi deb qarardi. Aralashtirib bo'lgach, "Hey la'nati, haliyam toshdek qattiq" deb so'kardi. Qishloq temir eritish bilan band ekan, Jashin kasalga chalinib qoldi. Surunkali charchoq kasalligi bilan og'ridi. Avvaliga qarayapti. O'zini bunday his etishi tabiiy hol deb o'ylagandim. O'sha kuni echkilarning qumalog'i bilan yerni o'g'itlab, dalaga bambuk qamchalarini qadab chiqayotgan edik. Bambuk qaramchalarining uchida kichkina qizil bayroqlar osilar, lekin bir necha marta yomg'ir yoqqandan so'ng ular uchib ketardi. O'zlaridan keyin qalamchalarning uchida qizg'ish qog'oz parchalarida qolardi xolos. Jashin ham o'g'it tashiyotgan edi. Yurib kelayotgan joyida xuddiki tizzalari tutmayotgandek yerga yiqilib tushdi. Buni ko'rgan dehqonlar ot kishnagandek kula boshladilar. Fugui bu kecha qattiq ishlagan ko'rinadi deb kalaka qila boshlashdi. Jashin ham kulishga kuch topdi. O'rnidan turib, yukini yelkasiga olishga urindi, biroq oyoqlari titrardi. Tizzalari shunchalik kuchli titray boshladiki, ishtoni go'yoki shamolda tebranayotgandek ko'rinardi. Qattiq charchabdi degan xayolga bordim. O'tirib, biroz nafas rostla, dedim. Yerga o'tirdi. O'g'it to'la savat tizzasining ustiga to'kilib ketdi. Nima bo'layotganini tushunmayapman, der ekan, ikki yonog'i qip-qizil rangga kirdi. Men u biroz uxlab dam olish kerakligini, ertasiga yana kuchga to'lib uyg'onishini o'yladim. O'sha kundan boshlab Jashin bundan keyin umuman og'ir ish qila olmasligini, faqatgina kichik va yengil ishlar bilan shug'ullanish mumkinligini kim bilibdi deysiz. Xalq kommunasi tashkil qilingani yaxshi edi. Bo'lmasa, qanday kun ko'rgan bo'lar edik, bilolmayman. Jashin kasalidan keyin ruhan cho'kib qoldi. Kechalari menga tez-tez "Fugui, sizga yordam bera olmayapman va bundan xijolatdaman" deb takrorlardi. "Sen o'ylanma", derdim unga. Qarigan sari hamma ham shu ahvolga tushadi. O'sha paytgacha Jashinning kasalligiga ko'p ham e'tibor qilmadim. Turmush qurganimizdan beri kun ko'rmadi boyaqish deb o'ylardim faqat. Endi bo'lsa keksaygan, dam olish kerak edi. Bir oy o'tib o'tmay Jashinning xastaligi og'irlashdi. Temir eritilayotgan qozon boshida navbatchilik qilayotganimizda birdan yerga yiqilib tushdi. Shundagina holatning qanchalar jiddiy ekanligini angladim va qo'rqib ketdim. Jashinni zudlik bilan shaharchadagi shifoxonalarning birida davolatishim kerak edi. Temirni 2 oydan beri qaynatyapmiz, ammo hali ham qoyadek mustahkam. Umuman erigani yo'q. Rais qishloqdagi eng kuchga to'lgan odamlar kun bo'yi shu ish bilan mashg'ul bo'lishi noto'g'ri deb o'ylardi. Shu sababli bundan keyin har bir oila navbati bilan temir eritilishiga qarab turadi deb buyruq bergan edi. Bizning navbatimiz kelganda rais, ertaga milliy bayramimiz, olov gurullab yonishi kerak. Nima qilib bo'lsa ham ertaga temir erish kerak dedi. Ertalab birinchi qilgan ishim ovqat olib kelish uchun Jashin va Fenkani oshxonaga jo'natish bo'ldi. Shu tarzda ovqatni hammadan avval yeb bo'lib, dalaga ham ertaroq chiqamiz deb reja qildim. Kech qolsak, odamlar turli gap so'z tarqatishadi degan xavotirda edim. Jashin va Fenki ovqatlarni olib kelishdi. Biroq Yujin ko'rinmas edi. Jashin bo'sag'aga chiqib,
peshonasidan ter chiqquncha baqirib o'g'limizni chaqirdi. Men uning qayerda ekanligini bilardim. Echkilariga o't olib kelish uchun ketgan bo'lsa kerak degan xayolda edim. Jashinga qarab, qani sizlar yeyaveringlar dedim. Fermaga yurib borar ekanman, bu bola juda quloqsiz bola bo'ldi deb o'ylardim. Uyda onasiga qarashmaydi. Bilgani echkilariga o't urish, bo'sh vaqt topildi deguncha o'shalar bilan ovora. U yerga yetib borganimda Yuchin savatidagi o'tlarni echkilariga bo'shatib berayotgan ekan. Fermada faqatgina 6 ta qo'zichoq qolibdi. Ular birdaniga o't yeyishga qarab chopib kelishdi. Qo'lda savat tutib turgan Yuchin Vanchidan mening echkilarimni ham so'yishadimi deb so'radi. Yo'q dedi Vanchi. Agar hammasini so'yishsa, o'g'itni qayerdan olamiz? O'g'it bo'lmasa, daladagi ekin-tikin nima bo'ladi? Vanchi mening kelganimni ko'rib, Yuchinga uyingga ketsang yaxshi bo'lardi. Qara, otang qidirib kelibdi seni dedi. Yuchin ortiga o'girilganida astagina qo'limni uzatib, boshimni siladim. Xafa bo'lib, Vanchidan echkilarning taqdiri nima bo'lishini so'rashi jahlimni so'ndirib ulgurgandi. Birga uyga qaytdik. Jahlim bosilganini ko'rgan Yuchin mening echkilarimni so'yishmaydi deb maqtandi. So'yib tashlasalar yaxshi bo'ladi dedim unga. O'sha kechasi to'rtalamiz ham qozon boshida temir eritish bilan band bo'ldik. Qozonga suv qo'yish mening ishim. Fenxia olovni puflaydi. Jashin va Yuchin yanada alanglatish uchun shox-shaba to'plashardi. Tun yarmigacha ishladik. Butun qishloq ahli uxlab qolguncha mehnat qildik. 3 marta suv qo'shganimdan keyin qo'limga bir taxta olib qozonni kovladim. Temir haliyam toshdek qattiq edi. Jashin azbaroyi charchaganidan terlab pishib ketdi. Olovga o'tin tashlash uchun engashganida chiday olmay muvozanatini yo'qotib, tizzalab o'tirib qoldi. Taxqa qopqog'ini yopib, unga qarab, "Ko'rinishing yaxshi emas. Nima bo'ldi?" deb so'radim. Jashin, "Kasal emasman. Juda charchadim xolos" dedi. Yuchin daraxtga suyanib olgan, xuddi uxlayotgandek ko'rinardi. Olovga shamol yelpiy berib, qo'llari og'rib ketgan Fenxia to'xtamay hali u qo'li bilan, hali bunisi bilan harakat qilardi. Yoniga borib, yelkasini uqiladim. "Qizim, joylarimizni almashamiz" deb aytyapman deya tushundi shekilli, boshi bilan yo'q ishorasini qildi. Qo'lim bilan Yuchinni ko'rsatib, uni uyga olib borishni tushuntirdim. Fenxia "Xo'p" degan ma'noda boshini qimirlatib, o'rnidan turdi. O'sha payt qishloq fermasidan kelayotgan qo'ylarning, echkilarning ovozlari Yuchinning quloqiga kelib yetdi. O'g'lim uyqusida kuldi. Fenxia uni bag'riga bosish maqsadida yoniga borganida Yuchin ko'zlarini ochib, "Ular mening echkilarim, yig'lashyapti" dedi. Men uni uxlayapti deb o'ylasam, ko'zlarini ochishi bilan yana o'sha hayvonlar haqida gapirib ketganini asabimni qo'zitdi. "Ular sening echkilaring emas, xalqniki" deb baqirdim. Qo'rqqanidan yuragi yorilay dedi o'g'limning. Ko'zlarida uyqudan asar ham qolmagan edi. Menga xafa bo'lib qaradi. Jashin shu payt meni turtib qo'ydi. "Qo'rqitmang bolani" dedi. Yuchinning yoniga o'tirib astagina, "Qani bolam, uxla, ko'zlaringni yum" dedi. Yuchin onasiga qarab, boshi bilan "Xo'p" ishorasini qilib, yana uyquga ketdi. Yuchinni ko'tarib, Fenxianing yelkasiga qo'ydim. Keyin uyga, qo'lim bilan ukasini uyga olib borishini va o'zi ham dam olishini tayinladim. Fenxia Yuchinni olib ketganidan keyin Jashin ikkimiz olovga qarab o'tirdik. Havo juda sovuq bo'lgani uchun olov yonida o'tirish juda yoqimli edi. Jashin shunchalar charchagan ediki, hatto barmog'ini ham qimirlatishga kuchi qolmagandi. Menga suyanib, o'tirishiga qo'yib berdim. "Ko'zlaringni yum, uxlashga harakat qil" dedim. Jashin boshini yelkamga qo'yish bilan men ham mizg'ib ketibman. Boshim oldinga tushganida uyg'onib ketdim va darrov tik o'tirib qoldim. Ammo shunchalar charchagan edimki, qaytadan ko'zim ketibdi. Olovga o'tin tashlagach, ko'zimni yumgan edim, boshim shilq etib oldinga tushib, qotib uxlab qolibman. Gumburlagan ovozdan uyg'onib ketganimda, qachon uxlab qolganimni bilmasdim. Qo'rqib ketganimdan o'rnimdan sapchib turdim. Tong yorishay deb qolgandi. Qozon ag'darilib ketgan ekan. Olov suv deb tarqalgan, atrofga lekishgandi. Ustimda Jashinning kamzulini ko'rib, esimdan ayrilay dedim. Qozon atrofida 2 marta aylandim, lekin rafiqamga ko'zim tushmadi. Qo'rquvdan o'takam yorildi. Telbalarcha
Jashin, Jashin deb baqira boshladim. Ko'lmak tomonidan Jashinning juda past kelayotgan ovozini eshitdim. O'sha yoqqa qarab chopdim. Jashin yerda o'tirib olgan, bor kuchi bilan o'rnidan turishga urinardi. Unga yordamlashdim. O'rnidan turganida o'z boshi ho'l ekanini ko'zim tushdi. Men uxlab qolganimdan keyin xotinim uyg'ongan va olov o'chib qolmasligi uchun ko'z uzmay o'tirgan. Keyin qozon ichida umuman suv qolmaganini ko'rgach, chelakni olib buloqqa qarab ketibdi. 5-6 qadam tashlar-tashlamas qo'ldagi chelak bilan yerga yiqilib tushibdi. Biroz dam olgandan keyin chelakni qaytadan to'ldirish maqsadida yana buloqqa qarab boribdi. Bu safar har bir qadam tashlaganidan keyin dam ola boshlabdi. Biroq ko'lmakka yetib borishi bilan yana yerga yiqilibdi. 2 chelak suv ustiga to'kilibdi. Gumbullagan ovoz meni uyg'otib yuborgunicha o'sha yerda o'tirib kuch to'plashga harakat qilibdi. Jashinning jarohatlanmaganini ko'rib, ko'nglim tinchlandi. Uni qozon yoniga olib bordim. Yon atrofda olov uchqunlari bor edi. Qozonning tagi teshilganini ko'rib, ahvol chatoqligini angladim. Jashin ham nimalar bo'lganini ko'rib xafa bo'ldi. Darrov o'zini ayblay boshladi. Bu mening aybim. Meni deb bo'ldi hammasi. Yo'q, men aybdorman. Uxlamasligim kerak edi. Darrov borib, raisni holatdan xabardor qilishim kerak deb o'yladim. Jashinning daraxtga suyanib qolishiga yordam berdim. Rafiqam daraxtga suyanib o'tirar ekan, bir paytlar menga, keyinchalik Longerga, endilikda raisga tegishli bo'lgan uy tomonga qarab chopib ketdim. Uyga kirib borishim bilan "O'rtoq rais, rais" deb chaqira boshladim. Ichkaridan raisning "Kim u?" degan ovozi eshitildi. Men "Fuguyiman, qozonning tagi teshildi" dedim. "Temirni eritdingmi?" deb so'radi rais. "Yo'q" dedim. "Nimaga buncha baqiryapsan bo'lmasa?" Hech nima deb javob bera olmadim. Nima qilishimni ham bila olmay turgan joyimda qotib qoldim. Tong otgan edi. Keyin Jashini shaharchadagi shifoxonaga olib borsam yaxshi bo'lardi, deb o'yladim. Kasalligi jiddiy ko'rinadi. Qozon muammosi bilan shaharchadan qaytib kelganimdan keyin shug'ullanmoqchi edim. Avval uyga bordim. Yordam bersin deb Feyxani uyg'otdim. Jashinni bir o'zim ko'tara olmasdim. Men ham qarayotgandim. Shifoxonagacha 10 kilometrdan ko'proq masofaga bir o'zim ko'tarib bora olmas edim. Feyxa bilan birga eltishdan boshqa choram qolmagandi. Jashinni ortmoqlab, Feyxa bilan birga shaharchaga qarab yo'lga tushdik. Jashin, "Fuguyi, men kasal emasman. Tushunsangiz-chi?" deb e'tiroz qilardi. Bu gapni u shifoxonaga xarajat qilmaslik uchun aytayotganini bilardim. "Qo'ysang-chi, kasalmisan yoki sog'misan, buni aniqlashni shifokorlarga qo'yib beraylik" dedim. Jashin shifoxonaga bormoqchi emasdi. Yo'l bo'yi shuni takrorladi. Biroz muddat yurganimizdan keyin holim qolmadi. Bu safar menga qaraganda ancha kuchliroq bo'lgan Feyxa onasini ko'tarib oldi. Jashin hasrat qilishdan to'xtab jilmaydi. "Feyxa katta qiz bo'lib qolibdi" dedi. Uning ko'zlari jiqqa yosh edi. "Koshki edi. O'sha mal'un kasallik bilan og'rimaganida" deb xo'rsindi. Oradan shuncha yil o'tib ketdi. Nimalarni o'ylaysan-a? Shaharchadagi shifokor Jashinda suyak kemirilishi kasalligi borligini va bu kasallik bedavo ekanligini aytdi. Uni uyga olib borishimizni va imkon qadar yaxshi, tartibli ovqatlantirishimiz va g'amxo'rlik qilishimiz kerakligini tayinladi. Kasalligi yanada zo'rayishi mumkinligi haqida ham ogohlantirishni unutmadi. Qaytishda onasini Feyxa opichib oldi. Men bo'lsam, ularning yonida miyamda ming xil xayol bilan o'ychan qadam tashlab borar edim. Jashin bedavo kasallikka yo'liqqan edi. Buni o'ylagan sari kayfiyatim yanada yomonlashardi. Hayot shunchalar tez o'tib ketgan edi. Jashinning so'lg'in va suyagi bo'rtib chiqqan yuziga qaradim. Turmush qurganimizdan beri uning biror marta ham baxtni his etishiga imkon yaratib bermaganimni o'ylab kuyundim. Jashin esa xursand ko'rinardi. Davosi yo'q ekanligi yaxshi bo'ldi. Aks holda davolash uchun pulni qayerdan topgan bo'lardik, dedi. Qishloqqa kiraverishda Jashin o'zini yaxshi his etayotganini va o'zi yura olishini aytdi. "Yechinni qo'rqitmaylik", dedi. Rafiqam o'g'limiz onasini bu ahvolda ko'rib, xafa bo'lmasin deb qayg'urayotgan edi. Onalar mana shunday mayda-chuydalar haqida ham o'ylashadi.
Fenxyaning yelkasidan pastga tushgach, uning qo'llaridan tutib yurishga urindik. Ammo o'zi yura olishini aytdi. Chindan ham kasal emasman. Xuddi shu payt qo'ng'iroq ovozlari hujurligida biz tomonga qarab kelayotgan guruhga ko'zimiz tushdi. Rais bir necha kishining hamrohligida kelardi. Rais ko'zlari quvnab, biz tomonga qo'llarini silkitib, "Fugui, sen va oilangga rahmat. Zo'r natijaga erishdingiz", dedi. Nima haqida gapirayotganini aslo tushunmadim. Biroq guruh biz tomonga yaqin kelganida ikkita odam katta temir uyumini ko'tarib kelayotganini ko'rdim. Uyumning ustki qismi chala qozon ko'rinishida va uning chetlaridan temir parchalari bo'rtib chiqib turardi. Ustini qizil mato bilan yopib qo'yishgan. Rais o'sha qimmatbaho temirni qo'li bilan ko'rsatib, "Sening oilang temirni erita oldi. Yana milliy bayram kunimizda biz bu ajoyib xabarni yetkazish uchun markazga ketyapmiz", dedi.